Salom hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan bir video olmoqchiman. Bu question word so'rov narsalar degan video bo'ladi. Va bu videoda bizlar ma'lum tomoshabinlarimdan kelgan so'rovlarga javob Instagram, Facebook va YouTube va TikTok, follow now. So'rovlarga javob beramiz. Qani ketdik bo'lmasam, let's go. Birinchi bizlarda bunaqa korobka kerak bo'ladi. Bu korobkaning ichida men so'rovlarimni yozib qo'yman, yozman turda va shuni hozir chayqab turib bittasini olaman va shunga javob beraman. Qani ketdik. Chayqab oldim. Endi navbat buni ochib olishim kerak. Mana buning ichida bormi? Juda ham lekin bo'ladi. Qani ko'zimni bir yumamda bir ochingiz. Bittani olay. Mana bittasi olindi. Endi buni yopib shu bittasini olaman. Hech qachon yuvilmagan narsang bormi deydi. Hech qachon yuvilmagan narsam bu juda qiziq. Mana hech qachon yuvilmagan narsam bu meni bolaligimdagi ayiqcham. Hammada shunaqa ya. Lekin buni yuvadiganlari ham bor. Men bolaligimda ayiqchamni umuman yuvmaganman. Keyingi so'roqqa o'tamiz. Qani ketdik. Buni yopishtirib bu yerga qo'yaylik. Endi keyingi so'roq. Buni ham chayqab o'tishimni chayqamiz. Bunaqa qilib aziztirib, qani ko'zimni bir yumay va buni olaman. Endi buni nariroq turib, qulab ketar. Yopib qo'yaylik. Ochamiz. Mana. Videolaringni ko'rayotgan odamlar uchun qanday so'roving bor? Meni tomoshabinlarimga so'roving bormi deb yozibdi. So'rovim bor. Meni yaxshi ko'rasizlarmi? Men bundan keyin ham videolar chiqaraymi? Yana qanaqa videolar chiqaray? Shu haqida aytib keting iltimos. Va qani do'stlar, uni keyingisini o'taylik. Bir chayqab olib, ichidan ko'zimni yumib bittasini tanlab olay. Mana. Yo'q, bu bittamiz ikkita ekan. Qaysini ochaychi? Bu yoki bu? Buni oching. Birinchi bo'lganini qani ochib ko'ray nima bor ekan. O'zingni tomoshabinlaringni nima deb chaqirasan degan video ekan. Men o'zimni tomoshabinlarimni Lililar deb chaqiraman. Lili. Tomoshabin Lili. Qanaqa, yaxshimi, zo'rmi? Uni keyingi so'rovga o'tamiz. Bu 3tasi bo'ldi hozir. Maksimalniy 10 gacha aparaman. Mana buni olay. Bolalikda ismingiz o'rniga sizni nima deb chaqirgan yoki laqabingiz nima edi? Meni bolalikdagi laqabim, meni ismim Sabina. Meni bolalikdagi laqabim Sabi bo'lgan. Lekin Sabi bu qozoq tilidan olingan chaqaloq degan ma'noni bildiradi. O chaqaloqning ma'nosi pok va toza deganni bildiradi. Shuning uchun Sabi deyishgan. Lekin meni sinfim bolalari Sabzi deb chaqiradi. Sabzi. Men buni yomon ko'raman, Sabzi deb chaqirishadi. Lekin hazram Sabi deb chaqirishadi. Va 4ta bo'ldi. Keyingi so'rovga o'tamiz. Bir bulg'ar, bir olib ko'ray. YouTube kanalingni nimaga ochding? Men
TVda judayam zerikdim va hammani ko'rib, kuzatib o'tirdim. Hamma menga unar edi. Lekin men ham shunaqa YouTube'ni ochishim keldi. Qattiq ochishim keldi. Shuning uchun YouTube kanal ochdim. Bu menga ham qiziq bo'lgan bas. Boshlanishi juda ham qiziq bo'lyapti, lekin men yaqinda kirib keldim va bu 5-so'roq. Endi yana bir so'roq qo'ying. O'zingni 3 ta so'z bilan ta'rifla. Birinchi ta'rif. Yangidan YouTube'ga kelgan bloger. Ikkinchi ta'rif. Insonlar bilan yaxshi kelishadigan inson. Uchinchi ta'rif. Darsni juda ham yaxshi ko'radigan inson. Ana bo'ldi. Keyingisi bu. Nima ekan? Mana sizlarga bir ko'rsatay. Rostini ham bor. Kanalda nima haqida video tayyorlaysiz? Men kanalda o'zimning shaxsiy blogim haqida har qanday bir kunlik blog yoki shunaqa challenjli o'yinlar tayyorlayman. Mana kanalim shu haqida. Kirib, obuna bo'lib, like bosinglar. Iltimos, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Va undan keyin nechta bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7ta bo'libdi. 15gacha ham boramizmi? Hop, mayli, 7da 7 oldim. Voy, to'xtanglar. Bu almashtirib bo'laydi. Mana. Bitta oldim. Sizni qo'llab-quvvatlaydigan inson, ya'ni sizni muvaffaqiyatga erishishga yordam beradigan insonlar. Bu meni lililarim, mana fandonlarim. Lililarim masterni juda ham yaxshi ko'raman. Mana qo'llab ketiladigan umiddaman. Va besh olti so'roq qoldi. Mana. Tezkor. Telefoningdagi eng ahmoqona suratni tasvirlab ber. Telefoningdagi eng ahmoqona rasm. Men telefonimdagi eng ahmoqona rasm bu meni singlimni og'zida tishi juda ham og'riyotgan edi va rasmga tushirib menga ko'rsatishini so'radi va unga rasmga tushirish uchun telefonni yaqinlatib uni tishini tushirmoqchi bo'ldim. Tishini tushirayotganimda murnini tushiribman. Murnining ichiga qarasalar, murnining ichi tushib qoldi va juda ham ahmoqona rasm bo'lib qoldi. Murnining ichidagi juda ham yomon narsalar qatib qoldi. Bu nima ekanini o'zim tushunib turgan bo'lsangiz kerak. Shunaqa rasm bor edi. Va bunday. O'zing haqingda kulgili narsa ayt. Ligilaring kulsa, senga like bossin deydi. Hammaydi. Men kichkinagizimda juda ham uyquga berilib ketadigan inson bo'lganmanki, bir kuni uxlayotib juda ham tongda 6 da turar edim. Birinchi sinfda juda ham kechikib qolganim uchun 6 da turishga qaror qildim va tungi 4 da uxladim dars qilib. Va 4 da uxlab 6 da turish juda ham qiyin, uyqusirab yurasan. Va turib siz kiyinganmanda men bugun opamni to'yi deb shu to'yxonaga o'zim peshkom borib to'yga kirib dasturxonni obed yeganman. Juda ham prikolni bo'lsa like bosinglar iltimoslarda.
Va shu bilan sizlarni bu ikkinchi qismda kutib qolaman. Ikkinchi qism chiqishi uchun menga 50 ta, mayli 50 ta like 50 yetsa bo'ldi. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Ikkinchi qism chiqishi uchun 50 ta like va obuna tugmasi